Hammaga salom. Sizlardan ko'plab murojaatlar kelib tushyapti. Siz o'z sohangiz nima, qaysi soha bo'yicha ish olib borasiz? Qo'yayotgan istoriyalaringiz har xil soha bo'yicha-ku deb murojaat qoldirishibdi. Men universalman. Pedagog psixologman, 4-kurs talabasi. Umumiy amaliyot hamshirasiman, ko'p yillik tajribaga egaman. Massajistkaman, bolalar va kattalar bo'yicha. Logoped defektologman, bolalar nutqini rivojlanishda ko'maklashaman. Hijama bo'yicha o'z ish faoliyatimni yuritishni boshlaganman. Enel kompaniyasi bilan birgalikda hamkorlikda ish olib boraman. Enel mahsulotlarini xalqimizga yetkazib beraman va Enel mahsulotlarini o'zim ham iste'mol qilaman. Undan tashqari LFK bo'yicha mutaxassisman. Bundan tashqari jismoniy tarbiya bo'yicha trenerman. Har sohadan bir shingil bor. Bekorga aytmayman, universalman deb. Qanaqadir savollaringiz bo'lsa, bemalol murojaat qoldirishingiz mumkin.